Assalomu alaykum bolalar. Kichik programmerlar darsimizning ikkinchi qismiga xush keldinglar. Biz bugungi darsimizda mushuk bilan chashqanning o'yinini yasaymiz. Avval bu o'yinni bir ko'rib chiqayli. Bu o'yinda men chashqanni men boshqaryapman hozir. Bu chashqan qayerga mangsa mushuk orqadan qo'g'laydi. Agar mushuk chashqanni tutib olsa, bu o'yin tugaydi. Demek hozir tutib oldi, bu o'yin oxirlashdi. Bugun sizlarga shu o'yinni qanday yasab chiqqanimni o'rgataman. Amsa biz bu mushuk bilan chashqanning o'yinini yasashni boshlab ketaylik bolalar. Boshlash uchun yana qurish deganni bosdik. Bosgandan keyin bu betimiz ochildi. Ochilgandan keyin biz chashqanni birini kiraylik, mushuk bu yerda. Chashqanni bu qo'nchoqni bosgandan keyin Hemşerin tapalaysizlar. Bu yerda turga ayrıqliq bu. Masalan, hayvonlar, fantaziya deydi, xiyoliy. O heriflar deydi, odamlar deydi. Bunda biz hayvonlar deganni tanlasak, mushukni, chashqanni oson topalaymiz. Chashqanni akirdim. Chashqanni akirgandan keyin endi bugun biz yangi bir narsa bu mousning silkisiga bizning bu qo'nchoqlarimizni qanday ergashtirishni o'rganamiz. Bu ergashtirish uchun qarasanglar harakat deganning ichida o'tganda biz bu 90 gradus, minus 90 gradus deganni ishlatib o'ng so'lga burashni o'rgangan to'q. Endi uning ostida bu mouse silkisi shuningga yuzlantirish degan narsa bor. Buni ekirib baqaylik. Buni ekirib, buni biz kontrol degandan ishidiki, mangulik degandan ishiga ekirib etsak, bu to'xtamay takrorlanadigan bo'ladi. Andan keyin biz unumini ko'ralaymiz buning. Endi bu hodisa degandan bayroqni bosib boshlaydigan qilib qo'yayman. Endi boshlab etdim. Qarasanglar, men mousening silkisini qayoqqa sursam, bu chashqan o'sha yoqqa qaraydigan bo'ldi. Bizning maqsad nima desanglar, mousening silkisi qayerda bo'lsa, chashqan o'sha yerga kelsa bo'ladi. Shuning uchun buni biz mang'uzmasak bo'lmaydi. Endi mang'uzish uchun yana 10 qadam mengish deganni tanladim. Endi uni ko'rib boqay. Bu kelyapti. Lekin qarasanglar, putini midirmayapti buning. Putini midirtish uchun looks deganning ichidan next costume deganni tanlasak, putini midiraydi. Endi mang'uz boqay. Bu putim midirab mang'adigan bo'ldi. Chashqanning harakati agar tez qilgan bo'lsanglar, sal astlatsak bo'ldi. Astlatish uchun kontrol saqlash. Masalan, buni men to'liq kichik bir qimmat berib boqayin, 402 deb. Qimmat bergandan keyin nisbatan ostladi hozir. Buni o'zinglar xohlagancha sanni o'zgartirib, tezlikni kontrol qilsanglar bo'ldi. Demak, chashqan hozir mousega ergashadigan ish tugadi, lekin bir masala bor. Nima masala desanglar, bu chashqan mousning silkisiga yetishib olgandan keyin men hozir mousni tashladim. Tashlab qo'ysam, u chashqan to'xtamay harakatlanyapti. Bu harakatni faqat shu mousening silkisiga yetishganga qadar harakat qiladigan, mousening silkisini bu tutib olsa, buning yetishib olsa, to'xtaydigan qilish uchun qanday qilamiz desanglar, biz endi buningga shart degan yangi bir uqumni o'rganamiz. Shart degan narsa. Qarasanglar, yana kontrolning ichida if deb bir narsa bor. If degan nima? Agar. If mandaq bo'lsa, then degan u holda. Agar mandaq bo'lsa, u holda mandaq qil. Biz ma'lum bir shart qanoatlangan chaqda, undan keyin bir ishni qila olamiz buning orqali. Bu shartlik kontrolni qanday ishlatamiz desanglar, biz shartlik kontrolni ishlatish uchun bugungi misolimizda bu chashqan mouse silkisiga tegsa to'xtatish kerak. Buni deganlik bo'ldi desanglar, chashqan mouse silkisiga tegmasa, bu qo'g'lash kerak.
Endi buni qanday sezimiz desanglar, ma sensing deganning ishiga qarasanglar, biz ma kontrolliganga shunaqasi sensing deb bu sezish degan gap. Birinchisi mouse tilkisiga tegishadi deb bor. Mouse tilkisiga tekkanda degan narsa turdi bu yerda. Biz mouse tilkisiga tegmagan chaqda shu qo'g'laydigan ishni qildirmoqchi bo'lsak, bu yerda tegsa deb turdi. Tegmasa deganni men qanday qilib qilaman desanglar, bu yerda operator deb narsa bor. Operator degan shu cho'ng, kichik, emas, ham yoki degandek har xil shu logikalik, matematikalik, shunday kontrolni bir taraf qiladigan narsa, amalini bir taraf qiladigan. Biz bilgan buning oddiysi emas degan shu logikalik amalni yöneyli emas. Masalan, bu mouse stilkisiga tegmasa deganni qilish uchun biz tegsa deganni shu emas deganni ichiga ilib tegmasa degan bo'ldi. Endi buni biz bu yerga kiralaymiz. Bu yerga kiravetdik. Demak, agar mouse stilkisiga tegmasa, bu chaqda shu mouse stilkisini qo'g'laydigan ishni qilsin. Endi sinab boqaylik. Tegdi, to'xtadi, tegdi, to'xtadi, tegdi, to'xtadi. Mana demak, bizning ishimiz tugadi. Endi biz bu mushukni chashqanni qo'g'latmoqchi bo'ldi. Chashqan bizning mouse tilkimizni qo'g'laydigan bo'ldi. Endi mushukni chashqanni qo'g'latish uchun qanday qilamiz desanglar, bu ikkilisi va harakatlarning hammasi o'xshash. Faqat mushuk chashqanga yuzlanishi kerak. Chashqan mouse tilkisiga yuzlangandek. Unda bo'lsa bu o'xshash narsani biz boshqa yerda ishlatish uchun, masalan, mushukning ishiga qarasanglar, bu yerda hech qanday kontrol qilgan bir narsa yo'q, hozir programmamiz yo'q. Lekin chashqanni ishiga qarasanglar, programma bor emasmi? Mush programmaning o'zini endi mushuk ishlatish uchun qanday qilamiz desanglar, biz bu shuni shunday tortib, mushukning ustiga olib qo'yib bersak, bu mushukning kontrolga erigimi kirdi hozir. Demak, chashqan, mushuk ikkilisida programma bo'ldi. Endi boshlab boqaylik. Boshlasak, chashqanni qo'g'layotdi, mushukni qo'g'layotdi bizning mouse tilkisini. Lekin mushuk butun osmon qildigan bo'lib qoldi endi. Oldin qayta buni qanday bir taraf qilgan to'xtasanglar, undash belgisini besib, buni tanlab olsak, mushuk butun osmon qilmaydigan bo'ladi. Hozir qarasanglar, ikki step mangdi. Bu normalda chashqan sal tez mengishi, mushuk sal asroq mengish kerak. Unda bo'lgan chaqda anadagi qo'g'lagan unum chiqdi. Shunga biz ma'noda mushukni tanlab turib, mushukniki saqlaydigan vaqtini 5 qilib qo'yaylik. Boshlab boqaylik. Ham chashqan mushukdan sal tez mangdigan bo'ldi. Agar ma'ni 10 qadam mangmay 5 qadam mangdan qilsak, mushukni harakatda ham ostlaydi. Bunda bo'lgan chaqda nima o'yinni texnik uzunroq o'ynagan bo'ldi vallahi. Shunga bunday qilib qo'yib turaylik. Hozir bu mushuk mouse tilkisiga qarab mengyotdi. Buni hamda chashqanni qarab mangdirish uchun qanday qilamiz desanglar, bu nimaga to'g'rilanish, mouse tilkisiga to'g'rilanish deganni chashqanga to'g'rilanish deganni tanlab qo'ysaklar, bu chashqandan keyin qo'g'laydigan bo'ldi. Chashqandan keyin qo'g'laydigan bo'ldi. Endi bu chashqanni tutib olgandan keyin yana mengyotdi. Bu mouse tilkisiga qarab mengyotdi. Shunga buni chashqan bilan ushlashgandan keyin, yoki chashqanni tutib olgandan keyin to'xtadan qilish uchun biz shartni mouse tilkisi degan narsani
chashqonga o'zgartirib bersak, endi tutib boqsin. To'xtaydigan bo'ldi. Endi bu mushuk chashqanni tutib olgandan keyin chashqan bir chaqiradigan ovoz chiqarsin, andan keyin o'yinimiz oxirlashsin. Endi onunga biz yana bir shart ekirimiz. Control deganning ichidan yana ifni ekirdik. Ifni ekirib, agar mushuk bilan uchrashsa, bu yerga mushukning ismini qarasanglar, sprite 1 deb turadi bu yerda. Mouse 1, unda bo'lgandan keyin sprite 1 deganni tanlasak, mushuk bilan uchrashgan vaqtda bo'ladi. Endi bu yerda bir ovoz chiqarsin. Ovozni qarasanglar, chashqanning tuk degan ovoz borki, nima bo'ldi? O'sha ovoz chiqsin. Bu mushuk tegsa, bu ovozni o'ynada biz shart bergandan keyin, bu shunga bu ovoz davomli chiqaverdi. Endi biz mushuk chashqanni tutib olgandan keyin bu o'yinni oxirlashidan qilib bersak bo'ldi. Oxirlashtirish uchun qanday qilamiz desanglar, nimani ovozni qo'yib bo'lgandan keyin control deganni ochib qarasanglar, stop all deb hammani to'xtatib o'tishgan bor. O'yin to'xtaydigan holatga kelsin. Endi o'ynab boqaylik. Qizil yongandan keyin to'xtagan bo'ldi degan gap. Endi biz buningga oq ko'rinish qo'shib qo'yaylik. Gilamning ustida qo'laydigan qilish uchun buni tanlab qo'ysak, nisbatan chiroyli ko'rindi. Qaytib boshlab boqaylik. Chashqon qichyapti. Mushuk chashqonni tutib oldi. Yana qaytib boshlaylik. Tutib oldi, o'yin oxirlashdi. Endi sizlar o'zinglar bu mushuk chashqanni tutib olgandan keyin, masalan, chashqanni yo'qib ketadigan, yoki chashqan kichiklab ketadigan, kichiklab yo'qlaydigan degandek har xil unumlarni paydo qila olasizlar. U narsani qilish sizga topshiriq bo'lsin. Sizlar o'zinglar shu mushuk chashqanni tutib olgandan keyin chashqanni yo'qib ketadigan bir qilib beqinglar. Bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Anglag'ininglarga rahmat. Qo'shimcha parang. Agar sizlar Scratch tizimlatmagan bo'lsanglar, Scratchning tor bekitini ochgandan keyin bu yerda Scratchga qaytilish, Join Scratch degan knopka ko'rindi. Shu knopkani bosish orqali Scratchga a'zo bo'la olasizlar. Bu yerda ism, maxfiy nomerni ishga qaytim kirgizsizlar bu yerda. Ammo keyingi qadamda email to'ldiradigan yerlar bor. Email adresini to'ldirgandan keyin, ilxat adresinglarni to'ldirgandan keyin shu ilxatga bir tal o'zingizning a'zoligini jazmlang deb email keladi. Shuni jazmlayotgandan keyin rasmiy a'zo bo'la olasizlar. A'zo bo'lgandan keyin bu assanglar Scratchda o'zingizning qilgan narsalarning hammasi saqlanib mangadi. Masalan, mana bu mening narsarim deganning ichida mening yasagan mana narsarim bu yerda chiqib turdi. O'zingizlar yasagan narsalarni bu yerda e'lon qila olasizlar.
hem berleştirgende eşip etseňler hem bilen köreleydigan boldy. Ikinji bir mesele. Ma YouTube kanalymdan video göräwatganlar ma subscribe digen knopkany besip meniň kanalymga ägişip alsaňlar, bundan keyin ýollangan ýeni näsle wagt-wagtynda sizige ukturuş berip durdy. Andan pikir tekişdirýän alnymam şeýle bir äleýsizler. Keyinki dersi görüşeýli. Allah'a emanet.